xuddi Shahlo Ahmedova kabi mashhur shahar ko'chalarini bir deganda egallagan shu toycha to'g'risida gaplashamiz. Nexia 3 ishonchli va iqtisodiy avtomobil izlayotganlar uchun to'g'ri tanlov. Ushbu model o'zida uslub, qulaylik va zamonaviylikni mujassam etadi. Tuning qilingan bu salonga yaxshilab ahamiyat beringlar. Pulni umuman ayashmabdi. Buni ovozini eshityapsizlarmi? Yonida o'tgan любой odamni bir deganda titratadi. Mers BMWlaringizni aqliga emas, bunaqa zvuk bilan yurish. Bolajonlar, bu nafaqat shahar ichida harakatlanish uchun, balki uzoq masofali safarlar uchun ham eng ideal avtomobil. Yandex chaqirib startni bosasizmi, komfortni bosasizmi, umuman farqi yo'q. Aylanib, o'rgilib shu kelakka urishadi. O'zligisi aytgandek 3-4 ta biznesligisi bor, lekin zerikkandan taksi qilishadi-da.